Ba'zan o'ylanib qolaman, bu o'zbek millati yashash uchun yeydimi yoki yeyish uchun yashaydimi? Nazarimda yeyish uchun yashayapti aksariyat insonlar. Mana bu ovqatni yeb bersangiz, falon pul beraman. Mana bu ovqatni 10 kishi bo'lib yeb bersangiz, falon pul beraman deguvchilar da'vatiga yopirilib boryapti insonlar. Eng alam qilarlisi bilasizmi nima? Oxirgi paytlarda ayollar ham sharm, hayo, iboni yig'ishtirib mana shu joyda mol yesa bo'ki bo'ladigan ovqatlarni yeyishga harakat qilishyapti. Mana ahvolimiz. Hech kim aytmaydiki, mana bu kitobni o'qisang falon pul beraman demaydi. Bizga kitob kerak emas. Bizga ovqat bo'lsa bas. Sal tafakkur qilaylik do'stlar. Qayoqqa qarab ketyapmiz?